Assalomu alaykum. Mana shu kanaldagi videolarni kutayotganingiz uchun rahmat. Kecha biz aytgan edikki, mana shu sud jarayonlari bo'yicha ma'lumotlarni har kuni kechqurun aytib o'tamiz deb va'da bergan edik. Va men ochig'ini aytaman, bugun men sudda bevosita qatnasha olmadim. Lekin kecha va'da berganim uchun shu sudda qatnashgan komissiya a'zolaridan va boshqa ishtirokchilardan ma'lumotlarni olib, bugun qanday jarayonlar bo'lganligi va nimalar bo'lganligi haqida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Endi ko'p ma'lumot ayta olmasam ham, baribir sizlarga bu ma'lumotlarni yetkazib qo'ymoqchiman. Birinchidan, bugun 10-15 nafar turli guvohlar so'roq qilingan. Bu o'sha jabrlanuvchilar bor bularning orasida. O'sha paytda 1-2 iyul kunlari jamoat tartibini saqlagan o'sha xizmatchilar bor. Va ularni har biriga ketma-ket mana shu kun davomida savollar berilgan va savol berganda shunchaki faqat prokuror emas, prokurordan tashqari o'sha advokatlar, sudlanuvchilarning o'zlari faol ravishda savollarni berishgan va hammani har xil savol uyg'otgan. Masalan, ayrim sudlanuvchilarni qiziqtirgan o'zlariga tegishli qismi, ya'ni men endi detallarini ayta olmayman, chunki albatta bu videolarni to'xtatish bo'yicha o'sha iltimosnoma, sudning qarori bor, buni hurmat qilish kerak. Lekin aytishim mumkinki, o'sha sudlanuvchilarni siz tanidingizmi yoki tanimadingizmi? Bular o'sha ko'rsatma guvohlik berayotganlarga savollar bilan murojaat qilishgan va aytish kerakki, Tajimuratov ham bu jarayonda faol qatnashgan. Tajimuratov ayniqsa o'sha xizmatchilarga maxsus vositalarni qo'llash bilan bog'liq, o'sha o'qotar qurollar qo'llanildimi, qanday hollarda qo'llanilganligi haqida savollarni bergan va prokuror ham, advokat ham bu savollar bilan murojaat qilgan va mana shu jarayonlar qanday bo'lgani, 1-iyul kuni nima bo'ldi, 2-iyul kuni nima bo'ldi, nechigacha davom etdi, qanday holatlar bo'ldi, mana shular haqida savollar va javoblar bo'lgan. Umuman guvohlar mana shu ko'rsatmalarni, o'zlarining ko'rsatmalarini berishgan va eng asosiysi hamma tomonlar o'zlariga tegishli savollarni berishga muvaffaq bo'lishgan. Endi juda ham ko'p savollar kelib tushgan. O'sha translyatsiya to'xtatilganligi haqida, nima uchun to'xtatildi degan savollar bo'ldi. Translyatsiyalar faqatgina munozaralargacha to'xtatilgan. Munozaralar bu nima? Bu preniya. Preniyada har bir tomon, o'sha sudlanuvchi, advokat, prokuror o'zlarini fikrlarini aytadi va hamma o'zini o'sha pozitsiyasidan kelib chiqib ma'ruza qiladi. Faktlarga tayangan holda, guvohlarning ko'rsatmalariga tayangan holda o'zlarining ma'ruzalarini qiladi va umuman bitta holatni prokuror o'zini ko'zi bilan, sudlanuvchi va advokat o'sha o'zini ko'zi bilan aytib beradi va bunda shunday umumiy kartina hosil bo'ladi. Sudga bir qaror qabul qilishga osonlashadigan bir kartina hosil bo'ladi. O'sha jarayongacha to'xtatilgan, ya'ni butunlay to'xtatildi degani emas. Endi umuman mana shu munozaralar qismida nima savolga e'tibor beriladi? Birinchisi, qandaydir ko'rilayotgan masala bo'yicha jinoyat sodir etildimi, yo'qmi? Mana shu masala ko'riladi. Keyin jinoyat sodir etilgan bo'lsa, mana shu aynan sudlanuvchi shu jinoyatni sodir etdimi? Bundan tashqari qaysi jinoyatlarni sodir etdi va u aybdormi o'zi degan savollarga javob bo'ladi. Ya'ni shunday holatlar ham bo'ladiki, jinoyat sodir etiladi, lekin kimnidir aybdor deb topish qiyin bo'ladi. Masalan, har xil holatlar bo'ladi. Endi bu yerda mana shu munozaralar qismida shu savollarga javob beriladi va mana shu qismini nasib bo'lsa siz bilan translyatsiyada ko'ramiz. Ungacha bo'lgan qismi tushunarli, o'sha xizmat vazifasini bajaradiganlar, boshqalarni, o'sha guvohlarni ko'rsatmalarini, ya'ni bu qandaydir bir qonun bilan himoyalangan ko'rsatmalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni hozircha ko'rsatmay turaylik va boshqa guvohlar buni o'sha eshitib tayyorgarlik ko'rib olmasin. Ya'ni bu yerda adolatli, haqqoniy javob berish uchun mana shunday qaror qabul qilingan va eslatib o'tamiz, bu o'sha barcha 22 ta sudlanuvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Ularning barchasi, Tajimuratov ham aytgan edik, bu translyatsiya emas, videoni to'xtatib turish iltimosnomasini qanoatlantirishni qo'llab-quvvatlashgan. Ya'ni bu mana shunday jarayon. Endi men aytgan edim, shu ertadan
boshlab o'zim qatnashaman, o'sha yozib olib qanday voqealar bo'lganligini sizlarga aytishga harakat qilaman va shu bilan birgalikda videoga olish mumkinmi, balki videoga olib qo'yarsiz degan murojaatlar bo'lgan. Afsuski, sudda videoga olish o'sha mumkin emas hozir. Shuning uchun men buni nimaga sudni bir shunaqa qanoatlantirgan qarori bor. Shuning uchun buni qilishni iloji yo'q. Lekin o'zim aytib berishga harakat qilaman. Endi juda ham ko'p rahmatlar aytilgan. Mana shu videolarni kutayotganingizni aytgan sizga minnatdorlik bildiraman. Bu masalada qisqa mana shu savollarga javob bermoqchiman va ba'zi bir savollar oldingi videolarda javob berganmiz aksariyatiga va o'shaning uchun ularga yana bir bor to'xtalib o'tish menimcha kerak emas. Sizlarning ham vaqtingizni olmaslik uchun sizga savol: Qoraqalpog'istonda o'sha tinch aholi vafot etgan, tinch aholi jabrlangan, ularni ham javobgarlikka tortish kerak, bunga sababchilarni javobgarlikka tortish kerak deyilgan. Albatta sud jarayonida aytganimizdek, mana o'sha hozir savollar berish boshlandi. Boya aytganimdek, ya'ni bu masalaga ham aniqlik kiritilsa kerak. Sud jarayoni nimaga premyer efir yo'q? Mana shunaqa savollar ham kelganki, ya'ni oddiy odamlar ko'proq vafot etdi bu jarayonda, ya'ni huquq tartibot organlaridan ko'ra degan bir solishtirma borda. Bir narsani biz to'g'ri tushunishimiz kerak. U ham inson, u ham musulmon, u ham o'sha qoraqalpog'istonlik. Qanaqa biz uni jonini ajratishimiz mumkin? Buni ham oilasi borda, buni ham farzandlari bor. Mana men bitta tumanda bo'ldim. Bitta ko'cha, bitta mahalla. Ko'chani bu betida bitta tadbirkor vafot etyapti shu voqealarda. Bu betida bitta Milliy gvardiyada xizmat qilayotgan o'sha qoraqalpoq yigiti vafot etyapti. Ya'ni bu qanaqa biz ularni ajratamiz? Menimcha bu sal to'g'ri emas. Aksincha biz bu voqealar nima uchun kelib chiqdi? Buni kim sababchi bo'ldi? Kim tashkillashtirdi? Mana shu narsa eng muhimi hozir. Ochiq mana shu masalaga odil sud bo'lish kerak. O'zingizlar ko'pchilik yozyapti. Odil sud bo'lish kerak, odil sud bo'lish kerak. Mana shu eng muhimi. Hozir odil sud bo'lish kerak. Bu nihoyatda muhim. Biz men to'g'risi deyarli hamma o'sha vafot etganlarni xonadoniga ham kirib chiqdim. Kimnidir yaqini vafot etgan, kimdir farzandi, kimdir yaqin nimasi oila a'zosi vafot etgan. Buni odam ajratish kerak emas, vafot etganlarni ayniqsa. Hammamiz musulmonmiz. Endi savollarga yana qaytadigan bo'lsak, sizga savolim: internetda sud jarayonini ba'zi bir blogerlar noto'g'ri qilib, talqin qilib, kontekstdan yulib olingan postlar qo'yishmoqda. Shu postlar tagida kommentariyalarni ko'rsangiz dahshat. Millatchilik, yana sudlanuvchilarni boshini olish, umrbod qamash, shunga o'xshagan gaplar. Mana shu narsalarni juda to'g'ri yozibsiz. Biz shu fursatdan foydalanib barcha shu jarayonlarni yoritayotganlarga nihoyat ehtiyotkor bo'lishga, millatchilikka yo'l qo'ymaslikka har qanday tomonni aytyapman. Bu millatidan qat'iy nazar shu jarayonni to'g'ri, xolis yoritish kerak. Hozir sud jarayoni qanaqa ketayotganimizni shuni aytib berish kerak. Ya'ni bu jinoyatchi, bu sudlanuvchi, bu haligi bu bunaqa degan narsa bo'lmasligi kerak. Men ham shu komissiya a'zosi sifatida mana shu narsaga, ya'ni hali sudda aybi tasdiqlanmagan holda kimnidir nafrat uyg'otish kerak emas. Nafratdan biz yiroq bo'lishimiz kerak. Yana bir masala, kecha ham uzr so'ragandim, shu video qilib, o'sha men aytdim-ku, o'qib emas, balki o'zim eslab nima qilaman. Allayar Babani, o'sha Allayar Baba Niyazov devordim, Allayar Do'stnazarovni. Shuning uchun buning uchun yana bir marta sizlardan uzr so'ramoqchiman. Video translyatsiya to'xtatilmasin. Agar to'xtasa, boshidan o'ylangan narsa bo'ladi. Yo'q, boshidan o'ylangan narsalikda emas, bu yerda o'sha hamma qo'llab-quvvatladi sudlanuvchilar. Bu sud jarayoniga qarasangiz, agar o'sha hamma sudlanuvchilar buni qo'llab-quvvatladi, ya'ni buni katta ta'sir bo'lmaydi adolatni qaror toptirishga degan fikr bo'ldi. Onlayn translyatsiya bo'lmasa-da videoga olib chiqariladimi? Boya aytdim, bu savolga javob berdim. Rahmat. Juda ham ko'p rahmat aytgansizlar. Sizlarga rahmat. Sizlar shu narsaga qiziqyapsizlar. Men buni odil sharhlab borishga harakat qilaman. Yana bir kishi rahmat, Qoraqalpoq xalqini yuragidan o'rin olyapsan. Shunaqa harakat qilavergan, qo'noq bo'lib kelgin debsizlar. Rahmat. Nasib mana shu voqealarni tezroq biz o'tib olsak, hammamiz birgalikda albatta
yaxshi kunlarga ham o'sha mehmon bo'lib borishga ham yetib boramiz. Mana shunday savollar, javoblar, kimnidir savoliga javob bermagan bo'lsam, Instagramga yozinglar. Instagramda o'sha har bir savolga mana ko'pchilik yozyapti. Shu yerda ham ko'rib turganlardan bo'lsa kerak, o'sha yozganlarning hammasiga men birdaniga tez-tez javob beryapman. Kimni savoliga javob bermagan bo'lsam, yozinglar. Mingdan ziyod kommentariy qoldirgansizlar. Sizlarga rahmat mana shu masalaga, shu sud jarayoniga qiziqish bildirayotganingiz uchun. Juda ham katta qiziqish. 30 mingdan ziyod prosmotr bo'libdi. Yana ham ko'proq prosmotr bo'lish uchun like bosinglar, kommentariylarda yozinglar. Nimadir xato qilgan bo'lsam, qayerdadir bir noto'g'ri fikrga aytgan bo'lsam, buni albatta kommentariyada yozinglar. Men bu narsani to'g'rilashga harakat qilaman. Men bloger emasman, men jurnalist emasman. Men komissiya a'zosiman. Shu haqiqatni, shu bo'layotgan voqealar haqida sizlarga yetkazib borishni niyat qilganman. Ertaga, demak, o'sha harakat qilaman. Ertalabdan sudda qatnashib, tushlik paytida, shu obed paytida, men o'zi obed qilmayman, kakras shu obed paytida shu videoni yozib sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Kechki payt bemalol yana suhbatlashamiz. Barchangizga rahmat, sog' salomat bo'ling. Yaxshi kayfiyat. Qandaydir ko'p ma'lumot bera olmagan bo'lsam, bu bevosita o'sha so'rab surishtirib o'rgangan ma'lumotlarim. Shuning uchun va aytish, mana shu familiyalarni ayta olmadim. Familiyalari ham bor, kimlar so'roq qilingan qana, endi bularni albatta aytish to'g'ri emas. Shuning uchun bu masalada men aytmadim. Shuning uchun hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Ertaga yana davom etamiz. Katta rahmat.